Davom etamiz. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik hamda energiya resurslaridan xavfsiz foydalanish mavzusida press tur tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi, hududiy elektr tarmoqlari, hudud gaz va shu kabi boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan tadbirda ommaviy axborot vositalari vakillari va aholiga kuz-qish mavsumida energiya resurslaridan xavfsiz foydalanish, joylarda sodir bo'layotgan yong'in, chaqnash va is gazidan zaharlanish kabi noxush holatlarning oldini olish yuzasidan ma'lumot berildi. Ta'kidlangandek, havo sovish bilan isitish vositalaridan foydalanish ehtiyoji ortadi, lekin bunday xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilish muhimdir. Shundan kelib chiqib, bu borada yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari bo'yicha ham kerakli tushuntirishlar berildi. Respublikamizda kuz-qish mavsumida yuzaga kelayotgan favqulodda vaziyatlarning har ikkitasidan bittasi isitish mavsumi bilan, ya'ni isitish muammolari bilan bog'liq. Hozirgi kunda nostandart o'sha pechlardan foydalanilayotganligi, xalq tilida aytganimizda o'sha nostandart garelkalardan foydalanilayotganligi, mana shu uyimizni isitishda demak ko'p e'tiborsizlikka rioya qilayotganligimiz sabab bo'lmoqda. Tadbirimizni isitish mavsumi oldidan tashkil etdik. Bu boshqa avvalgi tadbirlarimizdan bugungi tadbirimizni o'zgacha qilishga harakat qildik. Negaki bu yerda amaliy tarzda ko'rsatib berishimiz kerak. Nostandart garelka yoki nostandart pechlarimiz energiyaning ko'p sarflaydi. Press turda asosiy e'tibor aholi xonadonlarida o'rnatilgan gaz garelkalarini ko'p funksiyali zamonaviysiga almashtirish zarurligiga qaratildi. Bu esa tabiiy gazdan tejamli foydalanish va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Hozirda bu jarayon joylarda jadal olib borilmoqda. Bu yondirgichlarni eski nostandart turdagi yondirgichlardan asosiy farqi buni xavfsizlik jihatidan. Xonadonga kirib kelayotgan gaz oqimini vaqtincha to'xtab yana qaytib kelishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarni oldini oladi. Negaki bu gaz oqimi to'xtaganda bu gaz yondirgichi yonishdan to'xtaydi, yana gaz kelgan paytda gaz yoqib bermasdan gaz chiqishini ham oldini oladi. Yana afzalligi avtomatikasi borligi. Xona temperaturasini inson sharoitiga moslab xohlagan temperaturasiga qo'yganda bu yondirgich ma'lum bir belgilangan temperaturaga chiqqanda yondirgich o'chadi. Gaz iqtisodni tejaladi. Xona temperaturasi belgilangan me'yordan pastga tushganda bu yondirgich avtomatik tarzda yana ishga tushib, xonani temperaturasini bir me'yorda saqlab beradi. Xulosa qilib aytganda, bu kabi muloqotlar aholining kuz-qish mavsumida energiya resurslaridan oqilona foydalanish borasidagi tushunchalarni kengaytirishga, yong'in xavfsizligi bilan bog'liq madaniyatni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olishda dasturli amal bo'lib xizmat qiladi.